$7000 Genesis G80 3.3 AVD Premier Rocksher pozitsiyasidan olgan bo'larmidingiz? Mana $7000. Koreya voniga 10.200.000 won. 2017-yil 262.000 kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin. Genesis G80 3.3 объемli GDI motor. AVD to'rala balon tortadigan avtomobil. Mashina ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu mashinamiz eksportga ham ketadi. Eksport qiladigan korxonamiz bor. Nomerini beraman. Gaplashib hisoblashsanglar olib kelsanglar bo'laveradi bemalol. 3.3 объемli Genesis G80. Mashinamiz kraskasi toza, kraska tegmagan, hech qayeri alishmagan, kuzov toza holatda. Balonlari ham mana yaxshi normalniy. Orqasida pardalargacha bor. Ideal holatdagi Genesis. O'ta keng salon. Orqasida multimedia boshqargan funksiyasi bor. Signallar sovutadi, isitadi. Ko'rib turibsizlar, pardalar tushib chiqadi. Oldi signalni ham orqada turib olib boshqarish mumkin. Multimedia boshqaramiz. Oldi esa ideal holatda elektronik sidena, pamutlari bor. Kalonkalar nima deyapti? Palasi o'sha yerda. Avtohold, avtoparking, 360 kamera. Mashinamiz ideal holatda. Signalni sovutadi, isitadi. Sport rejim, eco rejim, komfort hammasidan bor. USB aux, Bluetooth hammasini o'qiydi. Monitor, black box, IPS. Ideal holatdagi Genesis G80 kurs kontrol hamma narsasi joyida. Probeg 262.000 kilometr. Akalar mana shu yerdan rasmga olsanglar ham bo'ladi. 2016-yil 2017ga o'tgan. Shuni rasmga olib mana kimga kerak bo'lsa hisoblattirsanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa eksportga zo'r ketadigan mashinalardan bittasi. Eksport qiladigan korxonamiz bor, nomerini beraman. Bemalol bog'lanib olib kelsanglar bo'ladi. Ideal holatdagi Genesis G80. Kuzov toza, kraska tegmagan, adashgan detallari yo'q. Ideal holatdagi avtomobil.